O, bir stak pul yig'ildi. Yaxshi. Hello do'stlar, sizlar bilan Kedi do'stlar yuzada. Tak, men boshqa qishloqqa ko'chib keldim, do'stlar. Hozir men boshqacha magazinda ochganman, biznesmen hayotidaman hozir do'stlar. Mayli videoga qaytamiz do'stlar. Mayli, tak. Bak tashqariga chiqaman, chunki kechqurun ham botmoqda. Uyim esa do'stlar, kim? İsmi Kerner'miş. Notanish odam. Tak, do'stlar, mana shu endi meni uyim. Chunki men bo'lmush bo'lib qoldim. Bo'lmush hayot emas u, lekin biznesmenman hali ham magazinimdan ayrilmadim do'stlar. Tak, uxlayman men. Mayli, uxlayveramiz. Turdim. Jitil, qandaysan? Yaxshi bo'lsa ketdi. Uying sasib ketibdi-ku. Da, sasib ketdi. Tak, what the hell? Yo'q. Tak, kiyimlarimizni kiyib olamiz. Chunki men ishga boraman. Tak, bu qaydan kelib qoldi? Tak, kiyimlar kiyib olamiz. Yes. Tak, olamiz, qilichamiz. Tak, ishga ketdi. Ishim emas, u meni oddiy magazincham. Tak. Yo'q. Kechagina o'zi kiyim yo'q edi. Endi temir kiyim. What the hell? Mayli, magazinga qaraymiz. Tak, magazin, tak. Hali savdo bo'lmadi do'stlar. Jitil, qandaysan? Yaxshi bo'lsa, zo'rmisan, ketdi. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Zo'r, nega orqaga qarabsan? Ketdim. Yaxshi, bo'pti. Chupa-chups oladimi deb o'ylabman. Mayli. Tak. Mayli. Assalomu alaykum boyata, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nima sotasan, ha? Sotaman, olavering hamma narsamni. Urma qilib turing. To'xtang, sizga mana yo'q. Do'stlar, kasodga uchrabman. O'zi kamyana narsalarni qopti, lekin bir stak pul yig'dimda o'zi. Mayli, olavering xohlagan narsangizni. Sizga VIP deya olmayman, lekin puli qimmatroq bo'ladi sizga. 6 ta tovuq go'shti oldim. Necha ming bu? Albatta, bu 15 ta izmurt. Mana shu sundukka solib qo'yavering. Yaxshimisiz, Jitil? Yaxshi, Hakimaga keldim. Kam? Boy keldi yangi. Bu boylardan qo'rqaman. Sizdan qo'rqaykan. Yaxshi. Boy, to'xta. Boy, sen hali yana tak, sen kam qo'yibsan-ku. Menda o'zi, men qara, menga o'zi 10 ta izmurt bordi. Sen 5 ta izmurt qo'yibsan. Sen hali yana 10 ta qo'yishing kerak. 20 tani shiyda 20 ta bo'lsa, xolos 25 ta bo'lsa, jami o'shanda 15 ta bo'ladi. Boy, pulni sanashdan bilmaysansan. Qo'y joyiga. Yana rostdan boy. Xush kelibsiz debman. Mazali bo'lsa maza qilib yeng. Xayr sizga. Bo'pti. Tak, mayli, magazinni magazinni yopish kerak, chunki obed men qornim ochqadi. Tak, Kerner ismli boy ekan do'stlar. Tak, uyimizga boramiz. Qornim ham ochqib ketdi. Cho'ta negadir kam menda hozircha pullar. Mayli. Tak, 2 ta non olamiz, yeymiz. Tak, menda qilichim qolib ketibdi-yu. Mayli. Qaytamiz. Tak. Bu do'stlar yangi qishloqimiz. Mana shu siz men kunitsam bor, nega qishloqdan ketdim deysiz. Qishloqdan do'stlar meni haydashdi. Chunki Jamolni ishga qo'ygandim. Esingizdami? Tak, o'sha Jamol menga sud qildi-da, bu qishloqda haydashini buyurdi merga. Tak, shundan men haydaldim. Do'stlar, men bozordan kelyapman. Tak, narsalar olib keldim. Cho'ta narsalar kamaygan uchun. Tak, bunaqa kartoshka ham olib keldim. Shu safar. Tak, go'sht ham olib keldim. Mana tovuq go'shti kamgina qolibdi. Telefon ham olib kelyapman. Oyligimni 25 tasiga. Tak, endi ozgina telefon ko'raman. Yes. Tak, telefon ham ko'rib bo'ldim. Tak,
magazinimda yopaman Kerner ismli bolani oldiga. Assalomu alaykum Kerner. Ha, yaxshiman. Nimaga kelding endi? Do'st bo'lamiz. Kel, besh tashlaymiz. Qilichingi tushir. Kel. Ma besh tashladik. Yaxshimisan? Nima yana? Kel uyingda dam olamiz. Bence oyoq kiying yechib kir oyog'im. Yaxshi, mayli. Endi kir. Yaxshi, menga jahldor nisbatda nega urasan, Kerner? Kir. Baqirma menga. To'y, telefonimda o'zigina o'ynayman. Yaxshi. Kel, Kerner o'tir. Kerner o'zi sen qayerdan kelding shu vaqtgacha? Men o'rmonlarda yurdim. Narsalar topdim. Shundan keyin bir qishloq topdim. Yo'q, muncha boysan. Tegma o'g'lim. So'rayapman. Yo'q. Yaxshi. Qo'riqchi bo'lsam bo'lmaydimi? Ham biz. Mayli. Men har doim uyim yonini qo'riqlaysan, meni yonimda yursan. Senga shuning uchun 5000 beraman. 5 tezmurod? Pulmi u? Bo'lmasa ishga kirmayman, ketdim. Shu ham pulmi? 5 tezmurod pulmi do'stlar? Hozir hech bo'lmaganda 15 ta desa ham ko'nasiz. Mayli. O'tiramiz, telefon qo'yamiz. Yaxshi. To'xta, Kerner nomerini olmayapman. Do'stlar. Tak. Kerner. To'xta, Kerner. Yana nima? Nomering nechi? 20. Yaxshi, rahmat. Do'stlar, nomeri 93lik 331 0101 ekan. Oson raqam ekan. Oxiri 010. Meniki esa 98lik 881 01 91. Faqat 01 menda bitta kam. Gaplashamiz. Kerner, alo, Kerner. Alo, yana nima muncha telefon qilasan? Kel, do'st bo'lamiz. Menga ishga kirsang do'st bo'laman. Yaxshi, ishga kiraman. Faqat 5 ta izmurd bermaysan. Hech bo'lmaganda 10 ta ber. Ha, mayli. Yaxshi, bo'pti, telefonni o'chiramiz. Tak. Kerner, uyingga boryapman. Tak. Gang. Ortingdamanmi? Eshigingni och. Tit. Yo'q, eshiging yopilib qolmaydi. Tak, kiyimlarni olsam bo'ladimi? Yo'q. Mayli. Bitta oyoq kiyim bilan bitta ushtunovi. Hammasini oldim. Mayli. Sen uchun himoya bo'lish kerak-ku, mayli. Ketdik-ku, men ortimdan qo'riqlaysan. To'xta, Kerner. Tak qilich. Bu bitta telefon bo'l. Tamom, ketdik, Kerner. Hozir kodini ochaman. Tit bo'ldi, kir. Chaq. Yaxshi, kod ochildi. Yaxshi, ketdik. Tak, telefon. Kel, rasmga tushamiz. Oldimga tush. Tak. Ding. Kechir, uzr, urib ketdi. Ding. U yaxshi. Meni uyimni ta'mirlab berish kerak. Ta'mirlashim kerak edi. Mayli, ta'mirlaymiz hozir. Yes. Mana g'oyat tayyor. Tak, mayli. Endi telefon. Kimni uyi? Kerner, bu kimni uyi? Meni uyi. Seniki emas edi-ku. Meniki endi o'zim qurdim. Sen bilan do'st emasman, yo'q. Hozir sen uchun do'stim. Yo'q, men uchunmi? Rahmat, do'stim. Rahmat. Chotki bo'pti-ku. Mana sandiqda ichini och. Yo'q. Mayli, rahmat do'stim. Arzimaydi. Pul juda kam hisobsa, qasamxo'r ekansan, yo'qol. Do'stim, qasamxo'r ekan. Kamgina posa qo'ydi. Qasamxo'r. Tak, mayli. Svet kerak bo'ladi, svetimiz. Mayli. Qo'limiz ushlaylik. Tak, mayli.
Mayli ishli tak restoran bu mana bu yog'imizga qaytamiz. Tak assalomu alaykum jitil. Yaxshisan, ketding. Ana narsalar oldim. Senga hozir ezmirib tashlay. Sop qo'ydingmi sundukka? Da, sop. U yaxshi. Tak senga hozir bir stak nonni beraman. Yaxshi, bera qol tezroq. Mana senga bir stak non. Rahmat, bo'pti ketdi. Yaxshi. Do'stlar, magazinimizni yopamiz. Chung. Tak, Kernerni oldiga o'tib kelamiz. Kerner qayerga ketdi? Jitil. Kerner o'rmonga ketgan, uzoq o'rmonga. Mayli, uyimizga qaytamiz. O'rmonga ketgan bo'lsa u. Do'stlar, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rdinglarmi? Qishlog'imizga xullas bo'y ko'chib keldi. Mayli, bu bo'y yaxshi saxiyroq ekan. Ismi Kerner. Hammaga xayr do'stlar.